yosh atletlarimiz bu videoda o'tkazib olmaylar. Chunki yosh bo'lishiga qaramasdan musobaqalarga chiqib, oliy o'rinlar egallab, o'ziga yarasha tajriba yig'ib, trenerlik faoliyatini olib borayotgan ukamiz Ozodbek zaliga keldik. Pride Fitness To'rtko'chadagi Pride zaliga keldik. Bugungi mashg'ulotimizni shu yerda o'tkazamiz. Qiziqarli savol-javoblar va o'ziga yarasha ma'lumotlar, yoshlarimiz uchun ma'lumotlar berib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ketdik. Ozodbek ukamiz oldiga keldim. Bugungi mashg'ulotlarda birma-bir Ozodbek qo'l ostida ishlab boramiz, xudo xolasa. Kuzatib boringlar, yoshlar bor, kontent bo'ladigan muttaman inshaalloh. Musa boshladik-a? Boshladik. Gap qo'ying kadrda. Bundan boshlaymiz hadi. Ketdi. Bundan boshlaymiz. Gap yo'q. Bes bo'ladi, shundan boshlab olaylikmi? Bismillah. Necha yildan beri bu sportdasiz? Doğrusu 8 yıl gitti. 8-yil ketyapti. 8 yıl gitti. Kirib kelishingiz qanday bo'lgan bu sportga? Sportga endi yoshlikda qiziqish bo'lgan hali. Nima bo'ladi? Birinchi o'rinda aktyorlarni ko'rganmiz. Aktyorlar orqali qiziqamiz. Ko'rmasi bor aktyorlardan. Ko'rmasi bor aktyorlardan qiziqib, ko'rib, keyin zalga chiqishni boshlaganmiz. Qancha zalga kirib kelganmiz. Bo'ldi, shu hayot qandaydir qon tomirlar birga bog'langan. Zalga. Bu yerda Pride Fitness zalida olib borayotganiga qancha bo'ldi? 3 yildan oshdi. 3 yildan oshdi. Yaxshi. Qarang, shuncha yil, 8 yildan beri sportda yuribsiz. Hech afsus tuyg'usi kelganmi? Shu mana sohaga bekor kirib ketibman, boshqa sohalar qilsam bo'lar ekan degan narsa bo'lganmi? Umuman unaqa tuyg'u o'tmagan. Bu sportda men maza qilaman. Bu sportda yurib, shu sport orqasidagi odamlar bilan tanishib, shu sportda yuradigan odamlar. Shu sport orqali ozmi ko'p hurmat yig'dim, shogirdlar chiqardim. Ustozlar bilan tanishdim. To'g'ri. Men shu sohaga kirib bu darajaga yetib kelmaganman. Ozmi ko'p trenerlar qo'lidan o'tganman men ham. Shunaqa insonlar bilan tanishdim. Umuman afsus bo'lmaydi. Agar qarang, 8 yil orqaga deylik, bu 8 yil emas, 5 yil orqaga qaytarsak, boshqa zo'r kasb yoki boshqa zo'r biznes, boshqa ishga sharoit bo'lsa, boshqa sohaga o'tgan bo'lamiz. Hozirgi aqlingiz bilan boshqa sohaga o'tib ketgan bo'lamiz, yo yana shu sportni qayta tanlagan bo'lamiz. Yo'q, yana qayta shu sportni tanlagan bo'laman. Hali aytading, yana qayta kelsam dunyoga yana seni tanlagan bo'lardim deydi. Yaxshi, bu javob yaxshi bo'ldi, qoniqarli bo'ldi. Oldiga o'tamiz, ikkinchi упражнениemiz. Kelgusida mana endi uylanaman deyapsiz. Uylanib netgandan keyin farzandlaringizga ham shu sport tavsiya qilamisiz? Albatta tavsiya qilaman. Bu sport orqali qanaqa natijalar erishish kerakligini, erishsa bo'lish kerakligini to'g'ri tushunchani beraman. Lekin majburlamayman. Yo'nalishini beraman, qiziqsa, doimiy yonida turaman. Qo'llab-quvvatlayman. To'rt patota 12 ta. Shu yoshgacha afsus bilan eslaydigan xatoingiz bormi? Bor. Nima xatoingiz bor? Agar ozgina yoritib bersangiz, sizdan keyingi avloddan shu xatoni qilmasligingiz uchun. Shu sport orqali topgan hurmatim, atrofimdagilarda menga bo'lgan e'tibori meni erkalantirib yuborgan. Shu hayotda qilgan xatolarim evaziga hayot meni jazolagan. Hozirgi kunda bu xatolarni qilmaslik uchun o'z ishimda ishlab kelaman. Kelajakda inshaalloh bu xatolarni qayta qilmaslikka harakat qilaman. Bahodir. Men tengqur. Mendan keyingi bolalarga shuni tavsiya qilaman. O'z maqsadi yo'ldan chekin chiqmash kerak. O'z maqsadi yo'lida yurish kerak.
shu maqsaddan chekkaga chiqdimi, har xil ko'ngilsizliklar kelib chiqaradi. Shuning uchun maqsad yo'lida faqat oldinga intilish kerak. To'g'ri, maqsad sari bosish kerak. Musobaqaga chiqqansiz mana. Bilamiz, oliy o'rin olgansiz. Chiqish niyat bormi musobaqalarga? Harakat bor. Inshaalloh bor. Qachonlar ko'ramiz? 27-da inshaalloh. Keyingi yilga To'g'ri zo'r formada. musobaqalarda yana qayta ko'ramiz. Inshaalloh. Omad, inshaalloh yaxshi natijalarni, yaxshi formalarni kutib qolamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Farmaga fikringiz qanday? Farmakologiya ukollariga. O'zimdan kelib chiqdi. O'zimga qolsa, men hech kimga tavsiya qilmayman farmani. Yo'q, kelajakda forma qilib musobaqaga chiqadigan bo'lsa, professional biladigan trenerning oldiga borsin. Trener bilan birga hamkorlikda ishlasin. Trener o'zi kerak bo'lsa o'zi tavsiya qiladi, o'zi u yoqni olib keta oladi trener. Lekin o'z boshimchalik bilan faqat inson minusga ishlaydi. Farmakologiya. Hayotiga bolt uradigan holatlarga kelib chiqaradi. O'z boshimchalik bilan qilsa, albatta bu narsa to'g'ri. Farma har doim ham ziyonga ishlamaydi. Farma foydaga ishlashi mumkin. Faqat trener nazorati ostida, biladigan, tushunadigan, tajribasi bor trener nazorati ostida qilsa, farmakologiya ziyonga ishlamaydi. Lekin hech kimga tavsiya qilinmaydi. Hech kimga tavsiya qilinmaydi. Biz ham shuni aytamiz. Любительskiga kerak yo'q. Ha, bu o'zini gormonlari, keyin sport bit. Ha, Samый главный sport bitni qilsin. Yana shu borada bitta savol. Ozaman deganlarga ham, semiraman deganlarga ham top 3 ta, masalan, hammada ham nabor qilib olgani puli bo'lmaydi. Semiraman degan odam ham, ozaman degan ham, lekin baribir hammaga aytamiz. Sport bit qilishing kerak deymiz. Endi qarang, top 3 ta mahsulotni ayting, agar ozaman deganga ham, semiraman deganga ham, чтобы ekonomliroq bo'lish uchun. Budjetni arzonroq. Budjetni, ha. Grechka, guruch, tovuq go'shti. Sport bitaylardan-chi? Bitani qo'shaman desa, semiraman deganga nimani tavsiya qilasiz? Sport semiramanga gainer, kreativ. Hop, yordamchiga bisa olsa, Boshlanishiga yetadi. eng zo'ri. Ha. Ozaman deganlarga izolat, elkani teng. Tamom, shuni so'zi yetadi. Ovqatni Rejimda to'g'ri parhezlik qilish kerak. To'g'ri, birinchi o'rinda parhez. Ha, birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri uyqu va trenirovka albatta. Uchosini ham set qilib ishlasa, hech qanaqa o'zi diyetaga o'tirib olish shart emas odam. To'g'risi. Kelgusiga rejalaringiz qanday? Ha, kelgusida inshaalloh shu soha yo'nalishida musobaqaga chiqish aytdim. Ha, boya aytganingizdek, 27-yilda, Xudo 27-yil musobaqagacha qattiq tayyorgarlikdaman hozir. Mas'ala nabor ketyapti. Mas'ala nabordaman hozir. Asha asosiy vнимание shunga qaratilgan. Ha, yana keyingi planim, o'zi asosan ikkita planim bor. Shu yilgi planlarimda uylanish. Qiz bormi yo endi topyapsiz? Xudo xolasa, ishlarish jarayonida. Еще novellarni ko'p qo'yadi. Bo'ldi, baxtingizni bersin. O'z xohlagan qizlardan uchrasin. Forma qilish jarayoningizda ham omadingizni bersin, xudo xolasa. Yaxshi natijalarni, yaxshi formalardan kutib qolamiz. Inshaalloh o'zingiz o'ylagan harakatiga niyatingiz yetib hamisha. Yaxshi harakat, siz orqangizdan bizga ham harakat qilsin. Xudo bersin. Xudo xolasa, juda ham yaxshi savolga yaxshi javob bo'ldi. Xo'p, qarang Ozodbek, 2006-yilda siz tengqurlarga va sizdan keyin o'sib kelayotgan yoshlarga, o'z yosh bo'lsangiz ham ancha-muncha yo'lda bosib o'tgansiz. Kerakli top 3 ta maslahat bering, motivatsiya bering, чтобы ular ham sportni boshlasin. Sizlarga siz izingizdan ketish harakatini qilish uchun. Erkak kishi albatta fuqaroli bo'lishi kerak. Fuqaroli, erkak kishi fuqaroli. Qomat, o'ziga yarasha haybatli bo'lishi kerak. Haybat bo'lishi kerak. Savlat bo'lishi kerak. Xo'p, keyin kelajakda farzandlar uchun farzandlaringiz orzusidagi, idealidagi ota. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Ularga namuna bo'la olish kerak. Xo'p, ayolingizga ham orzusidagi, idealidagi erkak bo'lishi kerak. Himoyachilik his qilish kerak. Himoyachiligini his qilish kerak. To'g'ri. Xo'p, bularda hammasi bu sportda mavjud. Sport orqali topiladigan narsalar. Samovar, oshxonalardan topilmaydi bu. Sport orqali topiladi. Sport qilib turgan odam, qo'shimcha qilib ketaman, ham jismonan, ham aqlan, ham ruhan tetik bo'ladi inshaalloh. Chunki sport yurgan odamlar birinchi navbatda erkak gormon, ya'ni testosteronni normada ishlaydi. To'g'ri sport qilsa albatta hamma tomonlama yaxshi bo'lgan erkak ota-onasi uchun ham, ayol uchun ham, farzand uchun ham ideal erkak hisoblanadi. O'shaning uchun ukamiz qatori, ukamiz kichkinalar tavsiya bergandek zalga kelinglar, sport bilan shug'ullaninglar, trener bilan ishlab zal qilinglar.
Xudo xolasa albatta ketkizigan vaqtinglarga achinmaysizlar. Rahmat sizga ham javob uchun. Xudo xolasa savollar berib turamiz endi. Bugungi mashg'ulot jarayonlarimizni Ozodbek ukamiz xulosada o'tkazdik. Qanot mashqlari juda ham bir-biridan foydali, o'zining yoshiga, tajribasiga yarasha savol-javoblar bo'ldi. Yoshlarimizga kerakli maslahatlar bo'ldi. Videoni to'lig'ini YouTube tarmog'iga joylaymiz. Qisqa rolik esa Instagramga, Facebook'larda joylab boramiz. Like, kommentariyani ayamanglar. Keyingi zalimiz qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qo'ysanglar, o'sha zalga borib, o'sha trener qo'l ostida ham mashg'ulotlar o'tib, savol-javoblar qilamiz. Xudo xolasa sizga ham rahmat. Kelgusida omad, Xudo xolasa o'z aytgan, niyat qilgan niyatlaringizni Xudo ilgari qilsin. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Bizga ajratgan vaqtingizga ham rahmat katta, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat katta. Maroqli trenirovka bo'ldi, juda ham rahmat. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlayib qo'yinglar.